Barchalaringizga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlarga yana bir informatsiyani aytib o'taman. Ya'niki, do'stlar, ko'ryapsizlar, Moskvada ko'p aka-ukalarimiz mana shu YouTube'dan ko'rib ish joyiga boradi. Ish e'lon bergan joyga boradi. Misol uchun, YouTube'dan ko'rib 170 ming, 180 ming yoki 200 ming desa yoki 140 ming, 150 ming oylik olasiz desa, yugurib boradi-da. O'zini yaxshigina ishlab turgan joydan, misol 100 ming oylik olayotgan bo'lsa, o'sha yerda tashlab 140 ming ishlayman ekan yo 180 ming ishlayman ekan deb o'sha yerga ishga boradi, sumkalarni ko'tarib, telefonda gaplashib, u yerga boradi. O'sha ob'yom ishni qila olmay qolishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha ish qo'lidan kelmasligi mumkin yoki qo'ldan kelsa ham 3 kun 4 kun ishlaydi, og'ir bo'lsa ma'qul kelmay ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun siz o'z ishingizni sirazi atminut qilmay yo 1 kunga yo 2 kunga haligi qilingdan, o'sha ishlab turgan joyingizdan vaxatni olib, o'sha ish adres e'lon berganga borib, siz yaxshigina ish bilan tanishishingiz kerak. 1 kun 2 kun ishlashingiz kerak. Ish juda ham og'irmi? Misol siz ish teplaganingiz bilan ish juda ham og'ir bo'lsa, o'sha ishni ma'qul kelmadimi, sirazi ketingdagini boya 100 ming oylik olayotgan ish joyingizda ishlashni davom etavering. Ish ma'qul kelmasa. Mana YouTube'dan ko'rib sirazi borib, bunday ish joyingizda adminit qilib taylab, shuncha pul olaman ekan desa, ham u ish joyingizdan mahrum bo'lib qolasiz, ham bu yoqdan mahrum bo'lib qolasiz. Mana shunday insonlar juda ham ko'p uchrayapti. O'zini ish joyini admin qilib boshqa joyga boradi, ikki tomonlama ishdan ajralib qoladi. O'shaning uchun mana shunday video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunday informatsion videolar chiqarishda davom etaman do'stlar. Xayr.